Bu video sportdan umuman xabari yo'q, lekin sportni o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun men darslik boshladim. Birinchi darslik qaranglar, zarba urish ko'rsataman sizlarga. Birinchi darslik oyog'inglarni yelka kenglikda ochib olasizlar. 1 soat orasida dam bilan shuni ishlaymiz. Qaranglar, qo'lim tekis qo'yaman. Chap yelkamni mana jag'imga qo'yaman. Jag'ga kelganda men 10 yelkani pastga tushirib, chap yelkani ko'taraman. Bu narsa sportda asosiy baza, fundament hisoblanadi. Ya'ni bitta uyda tasavvur qilsanglar ham fundament g'ishtlari yaxshi qurilmasa, uy qulab tushadi. Ming zo'r remont qilsangiz ham vaqt soati bilan tez tushib ketadi. Xuddi shu narsa sportda agar shu narsani idealni o'rganmasangiz, musobaqalarga chiqayotgan paytingizda sizni nokaut bo'lib qolishingizga, o'daringiz jostki chiqmasligiga olib keladi. Qaranglar, men ko'rsatyapman. Oyog'inglar tekis yelka kenglikda ochiladi. Qo'linglarni qo'yasizlar. Mana chap yelka, chap oyoq. 1. Qaytiraman. Boshim, jag'im pastga, to'g'riga ko'zim. Qaytdim. Qaytdim. 1 soat orasida har 20 minutda dam bilan ishlasanglar bo'ladi. Yanada ko'proq sport haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun obuna bo'ling. Bu birinchi darslik. Ikkinchi darslik keyingi videoda.